Merhabaga, navbatdagi obyektimiz 50 kilovatlik 10 grid stansiya bo'lib, bu obyektimiz Samarqand shahrida joylashgan Remox Solar korxonasi tomonidan o'rnatib berildi. Ustanovkaga baho berasizlar. Ko'rishlaringiz mumkin. 81 dona Jinko panellaridan foydalanilgan. Inverterimiz 10 grid DE inverterimiz. Keling apparat. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Jinko panellarimiz global versiyada 620 wattlik. Alohida metal gofralariga e'tibor beramiz. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Remox Solar korxonasiga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana bu yerda esa bizning stansiyamizning asosiy himoya tizimi. Bu yerda chaqmoq zashtalar, uziblar, aynan quyosh paneliga mo'ljallangan DC avtomatlar foydalanilgan. Wi-Fi ga alohida e'tibor beramiz do'stlar. Mana bu yerda inverterimiz normal holatda, real vaqt rejimida, ayni vaqt soat 12 dan 30 daqiqa o'tgan bo'lsa, obyektdagi inverterimiz 33 kilovat tok ishlab chiqarib beryapti. Bu yerda esa ko'rishlaringiz mumkin. O'zgaruvchan tokka qo'yilgan himoya avtomatlarimiz.